Assalomu alaykum Aziya platform va Lonking muxlislari. Bugun video sharhimizda legendarniy bo'lgan 833G modeli. Kovshimizni hajmi 1.8 kub bo'lib, syomnik koronkalar bilan jihozlangan. Qolgan pogruzchiklarga qaraganda strelamiz uzun bo'lib, uzaytirilgan bo'lib, ko'tarish balandligi 4 metrdan oshiq. G'ildiraklari Armaur firmasiga tegishli bo'lib, 17,5 ga 25. Karyerniy. Yoritish chiroqlarimiz LED bilan jihozlangan. Ushbu modelimizda Vichay brendiga tegishli 92 kilovatli apparatli Euro 2 motor turib, radiatorlarimiz bir qator qilib joylashtirilgan. Bu degani texnikani issiq kunlarda qizib ketmasligini oldini oladi. Endi operatorimizni qulaylik taraflariga o'tadigan bo'lsak, bugungi issiq kunlarda aktual bo'lib turgan temadan abduf sideniyalarimiz mavjud. Podogref qishki paytlarga, salon qismimiz, rullarimiz tushadi. Tablolarimiz elektronniy, ichida hammasidan xabardor qiladi. G modelimiz richak bilan jihozlangan. Bu yerda ergonomika yaxshi qilingan. Bitta barmoqda hamma narsani upravlat qilasiz. Operator uchun ikkita zaryadka, konditsioner, audio sistema, ochki qo'yadigan shtorka, hammasi mavjud. Agar sizga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qiling va kommentariyaga narx so'zini qoldiring va qaytib o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.